Menga yordamingiz kerak. Xo'p, nima xizmat opa? Bir qiz oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lgan. Uni bolalar uyiga olishga yordam bering. Kim zo'ravonlik qilgan, ota-onasimi? Yo'q, kenasi va tog'asi. U yetim. Uni o'ldirishlari mumkin. Opa, unda ariza bilan dalillarni bizga yetkazing, biz ishni ko'rib chiqamiz. Men sizga isbotini yetkazaman. Mayli, salomat bo'ling. Qizim, qaltisishga qo'l uryapmiz. Xato qilishga haqqimiz yo'q. Xavotir olmang, oyi. Hammasini aytganingizdek qilaman. Umidani atrofidagi odamlarni tanimaysan. Xotirang yo'qotgandek ko'rsatamiz. Umidani ekspertdan o'tkazib, xulosasini olganman. Militsiya albatta aralashadi. Militsiya uni olib ketishga kelganida seni berib yuboramiz. Lekin unga men aytmaganman unga o'xshash qizim borligini. Tushunding? Bu yerda ehtiyot bo'l. Xavf sezganing bilan u yerdan chiqib ket. Oyi, menga zo'ravonlik qilish oson emas. Men dalil ham yig'aman va kunini ko'rsataman. Namicha shuning ming'irlatding? Qurib ketgan yetimcha qatta yurgan ekan shu vaqtgacha ivirsib ko'chada. Qachondan beri buncha qayg'uradigan bo'laysiz? Men unga qayg'urib o'libmanmi? Mana u onasini uyida turganimiz uchun majburman o'ylashga. Yana bu yetimcha uchun davlat tomonidan to'lanadigan nafaqa har oy kelib turibdi. Teshib chiqadimi? Indamay o'tiraman-da. Menga qara. Agar uni yo'qolganini bilishsa-chi, bilasanmi? Kafillik organi bizga bir so'm ham bermaydi. Mana shu uyni ham yo tirigi yoki o'ligi topilmaguncha o'zimizga o'zlashtira olmaymiz.